Bugun mamlakatimiz bo'ylab bahor o'z tarovatini keng yoyib, quyoshning zarri nurlari ostida jimir-jimirlab ko'zlarni qamashtirib chiqib kelayotgan maysalar va boychechaklar qadamlariga poyandoz bo'lib turgan ayollarimiz bayrami muborak bo'lsin. Barchalarning bayramlari bilan tabrik. Hammaga sog'lik, salomatlik va albatta oilaning baxti tilayman. Sog' bo'ling. Yangi o'sha bahor bayramlarida birga sog'-omonchilikda ko'rishib yurish nasib qilsin. Bayramlaringiz muborak bo'lsin. Nega nolib yashaysan, berganiga shukr qil. Ko'zing yorug' dunyoni ko'rganiga shukr qil. Shivirlagan maysalar gilam bo'ldi yo'lingga. Oqar suvlar uyingga kelganiga shukr qil. Boshing egib daraxtlar, 100 ming nozi ne'matlar dasturxoning to'ldirib turganiga shukr qil. Bahor bilan qo'shilib, darvozangga bosh urib, ayvoningga qaldirg'och kirganiga shukr qil. Jajjigina qo'lida yurt tuprog'i bolangni ohista qadam tashlab yurganiga shukr qil. Axtab qo'li ogoh bo'l. Olamda yo'q bunday yurt, qalam qog'ozga ko'ngling yozganiga shukr qil deb yozganman. Partiyamiz ayollari shu biz boshimizga ko'tarib arziydi ochib. Har bittasini alohida xizmati bor. Birinchidan o'sha o'zini oilasini guldek qilib qo'yganligi bu juda katta bir maktab bu, maktab. Ikkinchidan onaligi juda hayotda katta maktab. Ona bu juda ham yuqorida aytdik, muqaddas so'z. Va qolaversa, ana shulardan ortib, o'zini ro'zg'oridan, farzandlaridan ortib bugun partiyamizga, jamiyatimizga qo'shayotgan hissasi nihoyatda bebaho. Shuning uchun yana bir bor sizlarga o'zimizni minnatdorchilik bildiramiz.